O'zbekistonda yana bitta yangilik. Biz lomboz reklama qildik, pena beton reklama qildik, lekin bu narsa vashshi boshqa narsa. Chisti monolit bo'lib quyilyapti, ko'ryapsiz? Monolit singari quyilyapti. Bu nima degan narsa aka bu materiali? Polistirol lomboz deyiladi. Polistirol lomboz. Teplоизоляtsiya, shumoizolyatsiya ichida. Ichida. Ya'ni shovqin o'tkazmaydi, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Sovuqda yaxshi ushlab beradi. Issiqda bir xilda ushlab beradi. Ya'ni yozgi kunida termo bo'lib qolarganda, termizda shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa. Izolyatsiya bo'lib qoladi, ham monolitga o'xshab qatiydi bu quriganda. Quriganda monolitga o'xshab qatiydi. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsatingda kadrga. Mana buni ko'rsatingda mana. Xuddi monolitga qatiyapti, lekin vesi yengil buni. Yengil. Vesi yengillik. Buning ichida po'k bor, to'g'rimi? Po'k bor. Bundan siz blog ham ishlab chiqariladi. Akamiz o'zlari ham blog ishlab chiqaradi. Zavodni o'zidan birinchi qo'l. Akalar zavodniki bu qo'l bola bas. Zavodda hamma yo'g'i o'zimizda chiqadi, o'zimizda tayyorlanadi. Hozir bitta narsani ko'rsatib ketaman. Dabavkalari, ximikatlari ko'p. Ximikatlari ko'p. Xizmati uzoqroq. Hozir yana bitta narsa taklif mana. Bitta odam ko'tarib kelyapti, ko'ryapsizmi? Bitta bochkadani bitta odam ko'tarib kelib quyyapti. Buni yana bitta tomoni bor ekan, tomni to'liq yopib berish xizmati ham bor. Aha. Ya'ni buni o'zi kvadrati nechmi dedingiz? Kvadrati 60 mingdan olib kelib quyib berishi bilan. Olib kelib quyib berishmi? Usta xizmati bilan. Endi biz yangilik qilganmiz, hozir qo'shimcha qilib. Mana ferma karkas. Tagida mana uni tagida 100 b. 100 b reshetka. Izospan material, suv o'tkazmaydi, nafas oladi. Ustidan armasetka, ustidan mana polistirol lombozni quyib beryapmiz. Mana quyib beryapsizlar. Hammasi shipr qatirishi bilan 420 ming so'mdan tushadi kvadrati. Agar tomi tayyor bo'lsa 60 ming so'm. Tomi tayyor bo'lmasa, yopib berishingiz hammasi ichida kvadratiga 420 ming. 420 mingdan tushadi. Sesma poyez quyilgan bo'lsa, tepasini 420 mingdan hisoblayvering, yopib chiqib ketadi. Yopib chiqib ketasiz, ya'ni anaqasigacha. Chorna rekasigacha. Mana 100 b, izospan, armasetka ferma karkas. Ferma karkas, ya'ni konteyner mas'ul. Shiprlari bilan qatirib tushib ketishi bilan. Ya'ni shipr ham o'zingizdan bo'ladi. Shipr ham o'zimizdan bo'ladi. O'zingizdan bo'ladi. Ya'ni tomni to'liq yopib berish 420 mingdan bir kvadrat. Hozir pastini ham ko'rsangiz, shoshilib. Общий mashat 270 kvadrat, tom yopilish kvadrat. Pastini ham ko'rsatamiz hozir. Uyda ham egasi ko'ryapsiz, rigili bilan billa bergan, ya'ni poyesini quyib bergan. Qolganiga mana 100 b qatirishgan, atrofiga pena quyilgan, ko'ryapsiz. Pena quyib turib, polностью tayyorlab noldan olib chiqib tomini yopishyapti, ya'ni 100%. Bu 420 minglik xizmat. Yo'q, meni tomim tayyor. Siz 60 ming so'm, bu ancha yengil narsa mana. Mahsulot o'zi ham turibdi mana. Yengil narsa bo'ladi, bu narsa 20 kilo bo'ladi. 20 kilo bir qopi. Vobshe yengil narsa, ekranda raqami turibdi. Lombozdan, lekin bu ancha yaxshi ekan. Sabab men lomboz qildirganman, mandalar trashina tushdi. Bunda trashina tushmasa kerak, ancha uzoq xizmat qilsa kerak. Sababi ichida setkasini ham tashlayapsiz hozir. Like bosib, tarqat ekranni bilan aloqa qilishinglar, yuqorilayotgan o'rtamizga video tashlab qo'yamiz.